Qayerda xavotir ko'payib, hayajon kamayganida yoki bo'lmasam shaxsiy rivojlanishdan to'xtaganida. Chunki har ikki holatda ham insonda yangiliklar, ilhom manbai to'xtab qolgan bo'ladi. Inson hayotida, ishida, kasbida, hatto o'ziga bo'lgan munosabatida ilhomlanib, yangiliklarni hayotiga olib kirmas ekan, asta-sekin unda to'xtash boshlanadi. Qarangki, inson o'zi to'xtab qolganini atrofdagilardan ko'ra o'zi birinchi biladi, o'zi sezadi. Shuning uchun unda ichki xavotir paydo bo'ladi. Shu gapimni yana gapiryapmanmi? Yana hozir shundoq boramanmi? Yana hozir shuni qilamanmi degan xavotir ko'payib ketadi. Rivojlanayotgan insonda esa endi buni gapiraman, endi buni qilaman degan hayajon ko'payadi. Ana shuning uchun har doim biz o'zimizni holatimizga qarab turishimiz kerak. Menda xavotir ko'pmi, hayajon ko'pmi? Har doim hayajonlanib, yangi ilhom manbalarini topib, shaxsiy rivojlanishdan to'xtamasakkina bir joyda to'xtab qolmaymiz. Ana endi 3-chi eng og'riqli to'xtab qolishga sabab bo'ladigan narsa bu bilaman degan narsa. Qachonki men hammasini bilaman, buni ham bilaman, yana nima qilishim kerak? Men bilaman buni. Nimanidir o'rgatmoqchi bo'lsangiz, men buni bilaman dedimi, bu inson to'xtaydi. Va bu insonni to'xtaganini endi atrofdagilarning hammasi biladi. Chunki uni to'xtaganini bildirib qo'yuvchi so'z bu bilaman.